keyingi 5 yilda shaharda 12 ta yangi ko'prik qurish, umumiy foydalanuvga mo'ljallangan 68 kilometrdan ziyod magistral yo'llarni bunyod etish va rekonstruksiya qilish belgilangan. Bugun bu ishlar izchil davom ettirilib, Bunyodkor va Muqimiy ko'chalari kesishmasida 6 qatorli avtomobil yo'l o'tkazgichni qurish ishlari jadal olib borilyapti. Borish va kelish yo'lagi bilan qo'shib hisoblaganda umumiy uzunligi 1800, balandligi 6, eni 24 metrdan ziyod bo'lgan mazkur ko'prikning loyiha qiymati 63 milliard so'mni tashkil etadi. Bunyodkorlik yumushlariga 70 dan ortiq texnika, 900 dan ziyod malakali mutaxassis va ishchi xizmatchilar safarbar etilgan. Davlatimiz rahbari bu yerda loyihaning o'ziga xos jihatlari, yaratilayotgan qulayliklar bilan qiziqar ekan, ishni yuqori sifatda amalga oshirish, buning uchun eng chidamli, pishiq qurilish materiallaridan keng foydalanish, ko'priksozlik bo'yicha jahondagi ilg'or tajribalarni o'rganish, yuqori texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish yuzasidan zarur ko'rsatmalar berdi. Juda ko'p ko'prik qilamiz. Eng asosiy sifat bilan texnologiya. Bu ming yillarda xalqimizga juda ko'p xizmat qilish kerak. Ana shu nuqtai nazarda bu yil mana 3 ta qilayotganmiz va kelgusi yil 4 ta qilamiz. Nimaga desangiz, hali juda katta rejalarimiz bor. Agar biz shu shahrimizni odamlarga sharoit yaratib berib, odamlarning hayotiga qandaydir imkoniyat yaratsak, tezlashtirish nuqtai nazaridan. Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashina ko'p deb o'tiraversak, o'tiraveramiz. Haqiqatda mashinamiz shaharda ko'payyapti. Lekin shu bilan birga mana shu tirbandlik ham ko'payyapti. Ana shuning oldini olish bo'yicha biz mana shu hozirgi logistika nuqtai nazaridan o'ylab, sizlar kelgusi yilga ham rejalaringizni hozirdan berish kerak. Hozirdan biz uni proyektini zakaz qilishimiz kerak. Hozirdan biz uni hamma chora-tadbirlarini, iqtisodiy chora-tadbirlarini, moliyaviy chora-tadbirlarini qanday bo'ladi? Hozir dunyoda eng katta texnologiya nuqtai nazaridan nima ishlatyapti material, qanday materiallar? Ana shularga ko'proq e'tibor berish kerak. Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida Bunyodkor va Cho'ponota ko'chalari kesishmasida barpo qilinishi rejalashtirilgan yo'l o'tkazgichni qurish loyihasi bilan ham tanishdi. Metallurgiya, ishlab chiqarish sanoatidan tortib, qurilish, transport, aloqa, savdo va boshqa sohalar rivojining asosini usiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ma'lumki, mamlakatimiz hududi ko'plab kimyoviy elementlardan iborat yer usti va yer osti qazilmalari, shu jumladan temir rudasi zaxiralariga boy. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev turli ko'rinishdagi metallurgiya mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi zavodning tamal toshini qo'yishga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. Mazkur korxonada qurilish, uy-joy xo'jaligi, mashinasozlik, avtomobilsozlik, maishiy texnika ishlab chiqarish kabi sohalarga 10 dan ortiq turdagi mahsulotlar tayyorlanadi. Это, я бы сказал, уникальный комплекс. Это первая очередь. Это будет самое современное оборудование и самый большой упор здесь на экологии. То есть экологически чистое производство будет. Вот на это должны обращать очень серьезное внимание. Какие кадры мы должны подготовить? Надо создать постановление Кабинета министров, чтобы мы сегодня уже начали за год не готовить кадров, за 2 года. Как раз мы параллельно должны с пуском наши кадры подготовить. Toshkent shahrining Sergeli tumanida 100 gektarlik maydonda barpo etiladigan Toshkent metallurgiya zavodi yiliga 500 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Loyiha qiymati 278,2 million yevroga teng bo'lib, uning 25% xorijiy investorlar, 75% mamlakatimiz tijorat banklari hissasiga to'g'ri keladi. Korxonani 2019-yil mart oyiga qadar qurib bitkazish rejalashtirilgan. Ishonchli, qulay va xavfsiz. Transportning zamonaviy turi bo'lgan poytaxt metropoliteni ayni paytda 39 kilometrlik umumiy masofaga ega. Yer ostida harakatlanuvchi ushbu beminnat dastyor 3 yo'nalishdagi 29 ta bekatdan iborat bo'lib, har kuni qariyb 200 ming yo'lovchi undan foydalanadi. Poytaxt metropoliteni geografiyasini yanada kengaytirish, jumladan Sergeli tumaniga ham yetkazish g'oyasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yilning sentyabr oyida Toshkent shahar saylovchilari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ilgari surilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mazkur ezgu tashabbusni ro'yobga chiqarish borasidagi ishlar jadallik bilan boshlab yuborildi. Loyihaga ko'ra 2020-yilgacha bu yerda yer usti metro liniyalari bunyod etilishi belgilangan. Mazkur yangi loyihaning uzunligi 7 kilometrdan oshiqni tashkil etadi. Davlatimiz rahbari mazkur obyektdagi jarayon hamda uning barcha texnik jihatlari bilan yaqindan tanishdi. Prezidentimizning topshirig'iga ko'ra ushbu loyihani amalga oshirishda ilg'or xorijiy tajriba ham hisobga olingan. Mutaxassislarimiz Xitoy, Janubiy Koreya hamda rossiyalik hamkasblari bilan muloqotda bo'lib, ulardan foydali tajriba orttirganliklari haqida Shavkat Mirziyoyevga so'zlab berdilar. O'z navbatida mamlakatimiz rahbari loyihani takomillashtirish, metro poyezdlari harakati, yo'lovchilar uchun yanada ko'proq qulayliklar yaratish yuzasidan zarur ko'rsatmalar berdi.
Davlatning ijtimoiy loyihalarida aholining birlamchi ehtiyojlari o'z aksini topadi. Xususan Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 25-sentyabr kuni Sergeli tumanida yashovchi aholi bilan uchrashganda hududda 2017-2020 yillarda 500 ta ko'p qavatli uy bunyod etilishini ma'lum qilib, ularda yaratiladigan qulayliklar haqida alohida to'xtalib o'tgan edi. Bugun ushbu tashabbus o'zining amaliy ifodasini topmoqda. Sergeli tumanida mavjud ko'rimsiz yog'och uylar o'rnini endilikda zamonaviy va shinam ko'p qavatli turar joy binolari egallamoqda. Yaqin 3 yilda mana shu hududning o'zida qariyb 30 ming oila yangi uy joyga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari bu yerda olib borilayotgan bunyodkorlik jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Ma'lumot berilganidek, ushbu uylar barcha zamonaviy yechimlar asosida bunyod etilmoqda. Poliklinika, umumta'lim maktabi, bolalar bog'chasi, dam olish bog'i, sport kompleksi, hattoki velo yo'lak ham inobatga olinib loyihalashtirilgan. Prezidentimiz uylarning qurilishi bilan hamyurtlarimiz yaqindan tanishishi, taqsimotida esa adolat prinsiplariga qat'iy amal qilish, bu jarayon mahalla faollari, mutasaddilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklashini alohida qayd etdi. Faollar bilan qurilish maydonida bo'lgan uchrashuvda xalqimiz uchun yanada ko'proq qulayliklar yaratish masalasi suhbatning asosini tashkil etdi. Xususan yaqin bir oyda poytaxtimizning 10 ta tumanida fuqarolarning xohish va istaklari inobatga olinib, ularning o'ziga yoqqan loyihalar asosida ko'p qavatli uy-joylar qurish bo'yicha ham ishlar boshlab yuboriladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Suhbat yakunida prezidentimiz mutasaddilarga qurilishni o'z vaqtida va sifatli bajarish bo'yicha zarur tavsiyalarni berdi. Barqaror iqtisodiy o'sishning samarali yo'nalishlaridan biri mamlakat sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirish, mahalliylashtirish dasturi asosida ishlab chiqarishni yanada takomillashtirish, sohaga zamonaviy, yuqori texnologiyaga asoslangan yangi avlod texnikalarni joriy etishdan iborat. Ayni jarayonda esa barcha sharoitlar bilan ta'minlangan texnoparklar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida uzoq yillardan buyon faoliyat olib bormayotgan sobiq tekstil kombinati negizidagi Yakkasaroy kichik sanoat zonasi davlat unitar korxonasida ham bugungi kunda 284 ta yuridik va jismoniy shaxs tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu sanoat zonasida tashkil etilgan yarmarkada tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan sifatli, import o'rnini bosuvchi, raqobatbardosh mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Tadbirkorlik subyektlari bilan bo'lib o'tgan samimiy muloqotda korxonalarning iqtisodiy imkoniyati, eksport salohiyati haqida so'z bordi. Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida bugungi kunda tadbirkorlar oldida o'z yechimini kutib turgan ayrim masalalar, mahalliylashtirish dasturini kengaytirish, ularga imtiyozli mikrokreditlar va foydalanish uchun zarur bo'lgan inshootlarni uzoq muddatga ijaraga berish yuzasidan tegishli mutasaddilarga aniq ko'rsatmalar berdi. Moddiy va ma'naviy omillar o'zaro uyg'unlashsa, inson, davlat va jamiyat hayotida o'sish, o'zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo'ladi. Bu taraqqiyotning o'ziga xos formulasi. O'zbekiston Milliy bog'i hududida O'zbek adabiyoti bo'stoni majmuasining barpo etilishi atoqli ijodkorlarimizning tarixiy xotirasini abadiylashtirish, umuman adabiyotga, ma'naviyatga bo'lgan e'tiborning yuksak namunasidir. Davlatimiz rahbari mazkur hududga tashrif buyurdi. Milliy bog' 26,2 gektar maydonni egallagan bo'lib, unga 1991-yilda buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy nomi berilgan. Keyingi yillarda hudud aniq me'moriy reja asosida takomillashib bormoqda. Prezidentimiz bu yo'nalishdagi ishlarni yanada davom ettirish bo'yicha o'z tavsiyalarini bildirdi. Xususan bu yerda zamonaviy adabiy ansamblni aks ettiruvchi hudud yaratish zarurligiga alohida to'xtalib o'tdi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ushbu maskan yoshlar ma'naviyatini yanada yuksaltirishda muhim o'rin tutishi lozim. Xususan, multimedia vositalari orqali adiblarimizning asarlarini tinglash, ma'naviy hordiq olish imkonini beruvchi qulayliklarni tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Albatta ularda she'rlaridan namunalar bo'lishi kerak. Albatta ularda tarixidan namunalar bo'lishi kerak. Bu yerga kelgan har bir oila kitobdan ham yuqoriroq bir ma'naviyat olib ketish kerak-da. Bu bog' yozuvchilar uyushmasini qoshida bo'ladi. Yozuvchilar uyushmasini ham bir katta qarorgohini bu yerda qilamiz. Bir bo'limi bo'ladiki, bu kelgan butun mana shu bizning xalqimiz respublikadan kelgan kirib berga bilmagan narsani bilib ketish kerak. Prezidentimiz shoir va yozuvchilar bilan bo'lgan muloqotda mavzuning shu kabi amaliy jihatlariga to'xtalar ekan, mazkur majmua milliy ma'naviyatimizni yanada yuksaltirish, ayniqsa yoshlar tarbiyasida xayrli tashabbus ekanligini alohida qayd etdi.
Har jihatdan sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish, bolalar va o'smirlar sportini rivojlantirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Yaratilayotgan imkoniyatlar ko'lamida ham bu yaqqol namoyon bo'lmoqda. Kelgusi 3 yil davomida poytaxtimizning o'zida bolalar va o'smirlar sport maktablarida xalqaro talablarga mos o'nlab yopiq basseyn, universal sport zallari qurilishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, shaharning aholi zich joylashgan qator tumanlarida yopiq suzish havzalari, sport zallari bunyod etiladi. Qishki sport turlariga ixtisoslashtirilgan muz saroyi ham istiqbolli loyihalardan biri. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizda barpo qilinadigan ushbu majmuaning qurilish maydoniga ham tashrif buyurdi. 74 ming kvadrat metrda qad rostlaydigan ushbu majmua ko'plab noyob xususiyatlarga ega. Innovatsion texnologik ishlanmalarni tatbiq etish orqali asosiy arena bir yo'la 3 xil ko'rinishga ega bo'ladi, ya'ni